Bu barchamiz biladigan ilk pol tizimi. Ammo bu tizim qachon va qanday ixtiro qilinganini bilasizmi? Bu haqida batafsil bilish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi kunda isitish tizimisiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Ammo 2000 yil oldin qadimgi Rim muhandislari pol va devorlarni isitish tizimi, ya'ni Gippocaus deb ataluvchi usulni ixtiro qilishgan. Xo'sh, bu tizim qanday ishlagan? Issiqlik uyning tashqarisida yoqilgan, pechda yaratilgan. So'ngra pol ostidagi bo'shliqlar orqali harakatlangan. Issiqlik devorlar va maxsus yo'laklar orqali ko'tarilib, xonalarni bir tekisda isitib bergan. Gippocaus tizimi ham xonalar tagidan qizib, zamonaviy isitish tizimlariga o'xshab ishlagan. Qurilish qimmat va murakkab bo'lganligi sababli bu tizimdan faqatgina boy xonadonlar va Rim termalarida foydalanilgan. Eng qiziqarlisi shundaki, Rim termalarida Gippocaus shunchalik samarali ishlaganki, hatto qishda ham u yerda iliq va qulay bo'lgan va har kuni minglab odamlar bu texnologiyadan foydalangan. Nima deb o'ylaysiz, bunday tizim hozirgi zamonaviy dunyoda ham talab qilinadimi va uni qayerlarda qo'llash mumkin? Izohlarda albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying.